Hurmatli obunachilar, Sho'rchi Oltinsoy yo'nalishida Sho'rchi ingliz maktabini ro'parasi to'g'risida mana shu ko'chani ko'ryapsizlarmi? Shu ko'chada ikkinchi uyimiz sotiladi. Pashti ko'chani ustida. Kimga qiziq bo'lsa, videoga bitta like bosib tarqatib qo'yinglar, uyni ko'rishda davom etinglar. Demak, uyimiz maktabni ko'ryapsizlarmi mana? 500 metr katta yo'lgacha yo chiqadi yo chiqmaydi. Ko'rinyapti? Endi uyni ko'ringlar. Uyimizda 10 sutlik joyi bor, 2 xonali bomtomi bor, fundamenti bor. Hamma hujjati bor. Narxi 25 milliondan. Surxondaryo so'mida beradi. Toshkent narxida emas, Surxondaryoni o'zini so'mida beradi. Hamma Toshkent narx dedi, mana 25 milliondan olingan. Suvi bor, oqar suvi bor, krani bor, gazi yo'q. Gazi katta ko'chadan o'tgan. Mana bu chegarasi. Bu chegarasi. Mana ko'ryapsizlarmi? 10 sutli joy. Hujjati joyida. Kimga qiziq bo'lsa telefon qiling. Yana kamiga barter ham qilamiz mashinga. Gentraga. Ko'ryapsizlarmi mahallani? Kobaltda bo'lsa Kobaltga ham barter qilamiz. Ustiga gaplashamiz. Telefon qilinglar tepada.